Xabaringiz bor, davlatimiz rahbarining 2020-yil 18-dekabrdagi Tolimarjon issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyatida umumiy quvvati 900 megawattdan kam bo'lmagan navbatdagi ikkita bug' gaz qurilmalarini qurish bilan kengaytirish investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan loyiha qiymati salkam 945 million AQSh dollari bo'lgan qurilish ishlari boshlangan edi. O'tgan vaqt mobaynida amalga oshirilgan ishlar loyihaning ahamiyati va ayni damdagi jarayonlar bilan tanishtirish maqsadida korxonada ommaviy axborot vositalari vakillari uchun press tur tashkil etildi. Muxbirimiz Shavkat Aminov tafsilotlar bilan tanishtiradi. Akmaljon Ahrorovning mazkur yirik korxonada ish boshlaganiga uncha ko'p bo'lmadi. Aytish mumkinki, bugun tunlarimizning charog'on bo'lishi, xonadonimizdagi elektr energiya barqarorligining ta'minlanishida bugun uning ham hissasi katta bo'lmoqda. Albatta bu energiya stansiyasini boshqarish, uni sifatli ishlashi juda ham mas'uliyatli kasb hisoblanadi va bu bizga juda ham katta bir faxr iftixor tuyg'usini beradiki, o'z ustimizda ham jiddiyroq ishlash va ishimizga teran yondashish uchun sharoit yaratib beradi. Loyiha Osiyo taraqqiyot banki va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki hamda O'zbekiston Respublikasi tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining kredit mablag'lari hisobidan moliyalashtirilib, bosh pudratchi sifatida Yaponiya, Ispaniya, Turkiya davlatlarining nufuzli kompaniyalari jalb etilgan. Proyektimizda 900 megawattdan 100 megawattgacha kapasite bo'ladi, tok chiqarish kapasitesi bo'ladi. Shu yerda qurilgan sistemalar ikkita Yaponiyaning Mitsubishi Power'ın gaz turbinasi, ikkita bug' turbinasi, yana ham qat'yol sistemalari, bypass turbasi, gaz kompressor sistemasi, 500 kilovolt, 220 kilovolt podstansiya sistemalari, suv tozalash sistemlari bo'linadi. Bugungi kunga kelib loyihamiz 83% ga yetdi. Shartnoma shartlariga ko'ra, demak, loyihalashtirish 99.6% ga, xarid qilib hamda uskunalarni keltirish 99.2% ga, hamda qurilish montaj ishlari 70% ga, jami loyiham 83% ga yetib keldi. Ahamiyatlisi ushbu bug' gaz qurilmalari ishga tushirilgach, korxonaning ishlab chiqarish quvvati sezilarli darajada oshadi va mamlakatda elektr ta'minoti yanada barqarorlashadi. Natijada stansiya tomonidan yiliga qo'shimcha 8 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi va yuqori tejamkor texnologiyalarni qo'llash hisobiga yiliga 600 million kub metr tabiiy gaz tejalishiga erishiladi, deydi mutaxassislar. Odatiy elektr stansiyalardan afzalliklari gaz sarfi kamligi va elektr energiyasini ko'proq chiqarib berishini nazarda tutiladi. Tolimarjon issiqlik elektr stansiyamizning yangi hozirgi zamonaviy qurilayotgan texnologiyalar asosida qurilyapti va barcha qurilma uskunalarini avtomatlashtirilgan tarzda xizmat ko'rsatsa bo'ladi. Tadbir davomida ishtirokchilar qurilish maydonidagi ishlar, o'rnatilayotgan uskunalar va korxonaning istiqboldagi ahamiyati bilan yaqindan tanishtirib o'tildi. Loyiha joriy yilning oxiriga qadar to'la quvvatlarda mamlakatimiz energiya tizimiga elektr energiyasi uzatishni boshlab, bug' gaz qurilmalari ishga tushirilgach qo'shimcha 100-120 ta ishchi o'rni yaratiladi va mazkur bug' gaz qurilmalari hisobiga elektr stansiyasining umumiy quvvati 1965 megawattga yetkaziladi.